Özün eng qo'rqadigan ishlarni qilsang, ondan yuksalaysan. Seni eng qo'rqitadigan narsalar olg'a ilgirlashdagi yo'l ustida bo'ladi. Özün qo'rqadigan ishlarni qancha ko'p qilsang, o'z-o'zingga bo'lgan ishonching shuncha oshadi. Qo'rqinching ichida qancha uzunga bardoshlik bera olsang, shuncha ko'p erkinlikka erishsan. Sen xuddi o'yin qoidasini isloh qilguvchilarga o'xshash o'ylanishing va harakatga kelishing kerak. Ya'ni ideyangni yaxshi kitoblar, yaxshi o'y fikrlar, eng esil suhbatlar va ko'p qism odamlar qilmaydigan ishlarni qilish orqali yengilishing kerak. Ham yana senda ko'p qism kishilarda yo'q odatlar bor bo'lish kerak. Ko'p qism odamlar qilmaydigan ishlarni qilishing kerak. Televizorni o'chirib at. Qilinmaysan deganlardan yiroq tur. Quruq parangni qo'yib, yangilik yaratishni boshla. Sen bir yangilik yaratquchi bo'l, qilmoqchi bo'lganlaringni yezib chiq. Nimishqa bularni qiladiganliging o'zingga eng aniq. Shuning uchun eng avval buni qanday qilaman deganni o'ylab olma. Chunki birinchi qadamda qiladiganing bu emas. Birinchi bo'lib qiladiganing ishni darhol boshlash. Varang churunga to'lgan kishilar to'pidan ayrilishing bilan ba'zilarda sana nisbatan odatkicha bir cho'qinish hissiyoti paydo bo'lishi mumkin. Lekin o'yin qoidasini o'zgartirishga aylanish bo'lsa, bir o'sish xarakterlik ish. Amaliyotda sen atrofingdagilarga tahdid etib kelding. Mana bu kelgusini ko'ra oladigan kishilarning nimishqa o'zini isbotlashdan burun masxara qilinishining sababi. Jazmlashtira olaymanki, sen mundaq ishlarni beshingdan o'tkazgan. Masalan, badanchilik turib dunyoviy o'lchamga yetaman, hunurimni dunyoviy saviyaga yetkazaman, xizmat o'rnimda o'sib iqtisodiy kirmamni yuqori ko'taraman degan niyatga keldim. Ham bu o'yinni so'yguning va do'stlarimga dedim. Shuning bilan ular seni masxara qilishdi. Biz qanchilgan qatim boshqalarning masxarasi tufaylidan, bo'libmi atrofimizdagi yaqinlarimizning masxarasi tufaylidan orzularimizdan voz kechdik. Sana shuni deyki, navoda sen boshqalar tarafidan masxara qilingan bo'lsang, ham boshqalar sening keyingi qadamda amalga oshirmoqchi bo'lgan ulug' orzularingni tushunmagan bo'lsa, unda sen haqiqatan noit qaltis orzularda bo'lsan. Bu sening pishib yetilish yo'lida ekanligingni tushundiradi. Shunga o'yin qoidasini o'zgartirichi bo'l. Tavakkulchilikni boshla. Chunki umringning oxirgi daqiqalarida pushaymon qiladiganing mag'lub bo'lgan ishlaring bo'lmasdan, balki qilmagan ishlaring bo'ladi. Har xil soatga kishilar doim mendan mundaq bir savolni noit ko'p so'raydi. Ularning hamma narsaga erishgisi keladi. Ya'ni ularning miyasining eng cho'nqur qatlamiga singib ketgan doim so'riladigan bu savol bo'lsa, men tayyorlanib bo'ldimmi? Men tayyorlanib bo'ldimmi? Undaqda tayyorlanib bo'lgan bo'lmaganligimizni qanday bilamiz? Hozirning muvofiq yoki emasligini qanday bilamiz? Hozir qaror chiqadigan yoki o'zgarishni boshlaydigan vaqtmi emasmi? Buni qanday bilamiz? Men tayyorlanib bo'lgan bo'lmaganligimni qanday bilaman? Men tayyorlanib bo'ldimmi? Har qatim mayli kim qayerda mendan shunday savol so'rasin, men o'xshash bir xil javobni beraman. Ya'ni yo'q. Yo'q. Tek tayyorlanib bo'lmading. Yo'q, tayyorlanib bo'lmading. Yo'q, sen hargiz tayyorlanib bo'lolmaysan. Bildingmi? Qilmoqchi bo'lganlaringni qilishga hargiz tayyor bo'lib bo'lolmaysan. Seni utuqqa boshlaydigan zehningni markazlashtirish iqtidorini hargiz hozirlab bo'lolmaysan. Sen menga tayyorlanib bo'lolmaysan. Sen yetmoqchi bo'lgan manzilingdan borgan sari yiroqlashsan. Erishganlaringdan ko'p narsalarni yo'qotishga tayyorlanib bo'lolmaysan. Seni masxara qilgan, sana uchlik qilgan yoki sana yetakchilik qilgan kishilarga yuzlanishga tayyorlanib bo'lolmaysan. Qurbonlik berishga, tirikishishga va qiyinchiliklarga bardoshlik berishga hargiz tayyorlanib bo'lolmaysan. Utuq qozonishdan burun bularga tayyorlanib bo'lolmaysan. Bo'ldi. O'zingdan tayyorlanib bo'ldingmi, yo'q deb so'ramaydi qo'y. Chunki sen tayyorlanib bo'lmading. O'zingdan mundaq deb so'rashni boshla. Men rozimi? Sen rozimi? Sen ishni boshlashga rozimi? Sen maynakchilik ichida yashab beqishga rozimi? Sen ilgari o'zing muhim deb bilgan hammadan voz kechishga rozimi? Faqat va faqat o'zing haqiqiy so'ygan shu ish uchun gumonlanishga rozimi? Boshqalar tomonidan tashlab etilishga rozimi? Kishilarning seni tashlab ketishiga rozimi? Shu seni qo'llaydigan kishilardan ayrilishga rozimi? Qilvatganing oddiy bo'lsa-mu, ammo butun zehning bilan berilib qilishga rozimi? Hayotingdagi sinoqlarni kutilishga rozimi? O'zing duch kelgan qiyinchiliklarni yengishga rozimi? Org'inlikdan o'zingni ololmay qolgan chog'laringdimi? Qayta o'rningdan turib turishga rozimi? Mayli qandoqligi zarbaga uchrashingdan qat'iy nazar, davomli olg'ilashga rozimi? Navoda bularga rozi bo'lsang, har qanday qiyinchilikni yengil. Beshingga kelgan barliq kulfatlar bilan ilishqin. Qanamsa ishni boshla.